Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Uzum shekilli mana, uzum ekan. Uzum, namatak. Hop. Xullas Ozarbayjondamiz. Erondan Ozarbayjonga o'tganmiz. Tamojniga ochiribda turibmiz. Bu yog'i ketgan. Oxiri yo'q. Erondan Ozarbayjonga o'tib 54 kilometr yo'l. Ozarbayjonning ichida yuriladi. 54 kilometrda mana 10 kilometr ochirib turibdi. 200 metr, 300 metr hozir yurdik. Kechqurun kelib to'xtagan edik. Mana nimadan kelgan yo'l. Biz Erondan o'tdik. Bu yo'l o'zi mana shu tomon Naxchivan deydi. Naxchivandan iyog'i Armeniya. Armeniyadan iyog'i yana Ozarbayjon. Ozarbayjon ikkiga bo'lingan. O'rtada Armeniya bor. Bu tomoni kichkina, narigi katta haqiqiy o'sha Baku, narigi tomonda Baku. Hozir bu tomoni shu 100 kilometr oshiq, 150 kilometr atrofida. Naxchivanning o'sha uzunligi. Shunda Ozarbayjonni, Armeniyaning ichidan o'tadi. Armeniyaning ichidan ham shu 30-40 kilometr o'tar ekan, iyog'i yana narigi Ozarbayjonga ulanar ekan. Hozir mana shu yo'lni kelishdi-da bular. Necha yildan beri yopiq turgan yo'l, Armeniya Ozarbayjon yo'li ochildi. O'shani sevgan mashina ko'payib ketdi. O'tgan safar kelganimda bunaqa ochirti yo'q, Erondan chiqib to'g'ri o'sha Ozarbayjonning narigi tamojnasiga borib, u yerdan chiqib ketgandim. Ochirti yo'q edi вообще. Shundaqa Ozarbayjonda pagoda zo'r. Priroda ham yaxshi ekan. Eron tomonda boshqa muhit, bu tomonda boshqa muhit. Ozarbayjonni puli ham kuchli ekan. $1 bular ham pulni manat derkan. $1 1 manati 70 tigini bor ekan. $10 17 manat bo'lar ekan. Ozarbayjonning puliga.